Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Tramp Putin bilan suhbatdan so'ng Ukrainaning harbiy mag'lubiyatini e'lon qildi. O'zbekistonda endi gaz va svetni aholiga cheklov kiritib tejash taqiqlanadi. AQSh urushda sharmandali tarzda yutqazdi Eron oliy rahnamosi. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Tramp Putin bilan suhbatdan so'ng Ukrainaning harbiy mag'lubiyatini e'lon qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya yetakchisi Vladimir Putin bilan bo'lib o'tgan suhbat yakunlariga ko'ra Ukraina harbiy jihatdan mag'lubiyatga uchraganini ma'lum qildi. Bu haqda TASS xabar bermoqda. Menimcha harbiy nuqtai nazardan Ukraina mag'lub bo'ldi. Siz buni soxta yangiliklarni o'qib bila olmaysiz. Ularda 159 ta kema bor edi. Hozircha barcha kemalar suv ostida. Ularning barcha samolyotlari urib tushirilgan, dedi AQSh ma'muriyat rahbari. AQSh urushda sharmandali tarzda yutqazdi Eron oliy rahnamosi. Eron oliy rahnamosi Mojtaba Xomanaiy 30-aprel kuni yozma murojaat yo'lladi. U o'z xabarida AQShning Eron bilan urushda mag'lub bo'lganini ta'kidladi. Eron rahbariyati prezident Donald Trampning uzoq muddatli blokada haqidagi ogohlantirishlarini e'tiborsiz qoldirdi. Eron davlat televideniyasi orqali o'qib eshittirilgan murojaatda shunday deyiladi: Bugun dunyo zo'ravonlarining mintaqadagi yirik harbiy tajovuzi boshlanganiga 2 oy to'ldi. AQSh sharmandali mag'lubiyatga uchradi. Endi Arab ko'rfazi va Hormuz bo'g'ozi uchun yangi sahifa ochilmoqda. Xomanaiy o'z murojaatida AQShning mintaqadagi harbiy bazalarini tanqid qildi. Qo'shma Shtatlar bazalari hatto o'z xavfsizligini ham ta'minlay olmaydi. Ular o'z ittifoqchilariga yordam berishga qodir emas, dedi u. Xomanaiy ko'rfazning kelajagini AQShsiz tasavvur qilishini aytdi. U chetdan aralashayotgan begonalarni qoraladi. Minglab kilometr uzoqlikdan kelib aralashayotganlarning bu yerda o'rni yo'q. Ularning joyi faqat dengiz tubidadir. U o'z nutqini davom ettirib Eron xalqi o'z milliy boyliklarini himoya qilishini aytdi. Islom Respublikasi o'zining ilg'or texnologiyalarini xuddi o'z chegaralari kabi qo'riqlaydi, deb qo'shimcha qildi u. Eron harbiy dengiz kuchlari qo'mondoni Shahram Eroniy ham ogohlantirish bilan chiqdi. Uning aytishicha, Eron yaqin kelajakda o'zi ham ishlab chiqqan yangi dengiz qurollarini ishga soladi. Hozirda Hormuz bo'g'ozi Yaqin Sharqdagi urushning asosiy o'chog'iga aylangan. Eron bu suv yo'li orqali kemalarning o'tishini keskin cheklab qo'ygan. O'tgan haftada yuqori martabali qonun chiqaruvchi Tehron bo'g'ozdan o'tayotgan kemalarning ilk bor boj yig'ganini ma'lum qildi. Mujtaba Xomanaiy 9-mart kuni Eronning yangi oliy rahnamosi etib tayinlangan. O'shandan beri u hali xalq oldiga ko'rinish bergani yo'q. Uning murojaati Eronda har yili nishonlanadigan Milliy Arab ko'rfazi kuni munosabati bilan e'lon qilindi. O'zbekistonda endi gaz va svetni aholiga cheklov kiritib tejash taqiqlanadi. O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gazni iste'molchilarni tarmoqdan ajratish va cheklov kiritish hisobidan tejashga yo'l qo'yilmaydi. Bu haqda prezidentning 29-apreldagi farmonida belgilandi. 2026-yilda energiya samaradorligini yanada oshirish, energiya resurslarini tejash va ulardan oqilona foydalanishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga ko'ra, 2026-yil 1-iyuldan vazirlik va idoralar, davlat tashkilotlari va ijtimoiy soha muassasalari hamda davlat ishtirokidagi korxonalarning yangi quriladigan, rekonstruksiya qilinadigan va mukammal ta'mirlanadigan bino va inshootlarida energiya samaradorligining S va undan yuqori toifasiga ega bo'lish talabi kiritiladi. Energiya samaradorligi milliy agentligiga energiya samaradorligini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash jamg'armasi orqali energiya servis kompaniyalari tomonidan davlat buyurtmalari asosida ko'rsatilgan energiya servis xizmatlari uchun kafolatlangan to'lovlarni amalga oshirish huquqi beriladi. 2026-yildan har yili energiya sarfi belgilangan normativlardan keskin oshib ketgan davlat obyektlarida xalqaro standartlar va energiya servis mexanizmlari asosida energiya samaradorligini tubdan yaxshilash dasturlari amalga oshiriladi. 2026-yil 1-oktyabrga qadar obyektlar kesimida katta hajmdagi ma'lumotlar, biznes tahlil va sun'iy intellekt texnologiyalari asosida energiya iste'molini va samaradorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilib borish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Farmonga ko'ra, har yarim yilda iqtisodiyotning energiya sig'imini hisoblash va tegishli
tegishli ma'lumotlarni e'lon qilib borish amaliyoti joriy qilinadi. 2026-yil 1-sentyabrgacha oliy ta'lim tashkilotlari uchun energiya samaradorligi hamda energiya tejamkorligiga oid amaliy bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan mavzular tegishli fanlarning o'quv dasturlariga kiritiladi va amaliyotga joriy etiladi. 2026-2027 o'quv yilidan maktabgacha va umumiy o'rta maxsus kasbiy va oliy ta'lim tashkilotlarida tegishli tarbiyalanuvchi o'quvchi va talabalarda energiya tejamkorligi bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan tadbirlar tashkil etib boriladi. Iqtisodiyot tarmoqlari, korxonalari va tegishli vazirlik idoralari ehtiyojini hisobga olgan holda texnika yo'nalishidagi oliy ta'lim tashkilotlarining energiya tejamkorligi va energiya audit magistratura mutaxassisligi bo'yicha o'qishga qabul qilish parametrlari 2026-2027 o'quv yili uchun 25% ga oshiriladi. Farmon bilan tasdiqlangan maqsadli ko'rsatkichlar va ularga erishish tadbirlari bajarilishining nazorati energiya tejamkorlik platformasi orqali yuritiladi. Kundalik hayotda energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish ko'nikmalarini singdirishga qaratilgan energiya samaradorligi farovon hayot garovi umummilliy harakati yo'lga qo'yiladi hamda aholi o'rtasida targ'ibot va tashviqot ishlari amalga oshiriladi. Eron Fors ko'rfazi va Hormuzni boshqarish niyatda. Xamenei. Eron oliy rahnamosi Mujtabo Xamenei Tehron, Hormuz bo'g'ozi va Fors ko'rfazini boshqarishda davom etish niyatida ekanligini ma'lum qildi. Bu haqda u 30-aprel kuni Fors ko'rfazi kuni munosabati bilan yo'llagan murojaatida aytib o'tdi. Bildirilishicha, Eron dengiz yo'llari xavfsizligini AQSh ishtirokisiz ta'minlashga tayyorlanmoqda. Eron Hormuz bo'g'ozini boshqarishning amaliy imkoniyatlari hisobiga Fors ko'rfazi mintaqasi xavfsizligini ta'minlash va dushmanning suiiste'molliklariga chek qo'yish niyatida, deydi Xamenei. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh ishtirokisiz Fors ko'rfazi mintaqasini porloq kelajak kutmoqda. Tramp Eron va Ukrainani adashtirib yubordi. Prezident Tramp matbuot anjumani davomida jurnalistlarning ikki urushdan qaysi biri tezroq tugashi haqidagi savoliga javob berayotib, katta ehtimol bilan Eron va Ukrainani adashtirib yubordi. Bilmayman, balki muddatlar bir xil bo'lar. Ukraina harbiy nuqtai nazardan ular mag'lubiyatga uchradi. Siz buni feyk ommaviy axborot vositalaridan eshitmaysiz, lekin harbiy jihatdan flot 159 ta kema va ularning barchasi hozir suv ostida, deydi AQSh prezidenti. Bir hafta oldin Tramp AQSh harbiylari Eronning 159 ta kemasini cho'ktirganini aytgan edi. Shu sababli kontekstdan kelib chiqilsa, prezident Ukrainani emas, balki Eronning harbiy mag'lubiyatini nazarda tutgani ko'rinib turibdi. Matbuot anjumanidan ko'p o'tmay Ukraina mudofaa kuchlari ofitseri va Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi huzuridagi dezinformatsiyaga qarshi kurashish markazi rahbari Andrey Kovalenko ham bunga munosabat bildirdi. Tramp 159 ta cho'ktirilgan kema va urushdagi mag'lubiyat haqida gapirganda Ukraina va Eronni adashtirib yubordi. Buni aniqlashtirib olish muhim, dedi Kovalenko. CNN telekompaniyasi ham Tramp harbiy mag'lubiyat haqida gapirganda katta ehtimol bilan mamlakat nomini noto'g'ri aytganini qayd etdi. Oq uy hozircha Trampning bu so'zlari bo'yicha qo'shimcha izoh bergani yo'q. Kim Chen In Ukrainadagi koreys askarlariga o'zini o'ldirishni buyurdi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In rossiyalik harbiylar safida Ukrainaga qarshi urushayotgan koreys askarlari uchun maxsus siyosatni tasdiqladi. Unga ko'ra, askarlar asirga tushmaslik uchun jang maydonida o'z joniga qasd qilishi shart. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Pxenyanda urushda halok bo'lgan Shimoliy koreyalik xotirasiga bag'ishlangan yodgorlik ochildi. Marosimda nutq so'zlagan Kim Chen In o'zini portlatgan askarlar haqida 2 marta to'xtalib o'tdi. Kim Chen In halok bo'lganlarning oila a'zolari va Rossiya rasmiylari oldida shunday dedi: buyuk sharafni himoya qilish uchun ikkilanmasdan o'zini portlatishni va xudkushlikni tanlagan qahramonlar tahsinga loyiq. Ular katta jasorat ko'rsatgan bo'lsalar ham evaziga hech narsa kutmadi. Ular qahramonlardek halok bo'ldi. Ukraina asirga olingan Shimoliy koreyalik askarlar haqida ma'lumot bergandi. Bu ma'lumotlar Ukraina razvedkasi va asirga tushgan bir askarning so'zlariga asoslangan. Ularga ko'ra, asir tushmaslik uchun harbiylarga o'zini o'ldirish buyurilgan. Kim Chen Inning bu haftadagi bayonoti ushbu xabarni tasdiqladi. Ukrainada halok bo'lgan koreyalik askarlar xotirasiga bag'ishlangan yodgorlik ochildi. Kim Chen In 26-aprel kuni poytaxt Pxenyan shahrida Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushda halok bo'lgan Koreya Xalq Demokratik Respublikasi askarlari sharafiga o'rnatilgan yodgorlikni tantanali ravishda ochib berdi. Majmuaga xorijiy harbiy amaliyotlar va kurashdagi muvaffaqiyatlar xotirasi muzeyi deb nom berildi. Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belasov Pxenyanda Koreya Xalq armiyasi harbiy xizmatchilariga jasorat ordenlarini topshirdi. Ular Kursk viloyatini ozod qilish vazifalarini bajarishda mardlik va qahramonlik ko'rsatgani uchun mukofotlandi. 2024-yilda Kim Chen In Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'zaro mudofaa bo'yicha harbiy pakt imzolagan. Janubiy Koreya va G'arb razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, Pxenyan Rossiyaga kamida 10,000 askar va minglab konteynerlarda qurol-yarog' yuborgan. Shimoliy Koreya armiyasi janglarda katta yo'qotishlarga uchragani, minglab askarlari halok bo'lgani aytilmoqda. Ekspertlar Koreya Xalq Demokratik Respublikasi armiyasining Rossiya safida haqiqiy jangovar tajriba orttirayotganidan xavotirda. Aprel oyi boshida Pxenyan
Pxenyan bir nechta Hwasong 11 raketalarini sinovdan o'tkazganini ma'lum qildi. Ukraina tomonidan ta'kidlashicha, Pxenyan ushbu turdagi raketalarni Kiyevga qarshi urushda foydalanish uchun Moskvaga yetkazib bermoqda.